Xo'sh, next one is wait. Okay, wait. Wait. Aha, wait. Good. Okay, what is she doing? Look, what is she doing? Uni mish qilib balla? Okay, she's waiting for somebody, right? She's waiting for somebody. O birsin saqlayotdi. And then we should wait a minute. Okay. And then we have a minute. A minute deganimiz shu Uyg'urchadagi minut degan gap. Bu inglizchadan kirgansiz. And we have a minute. 1 minut. Demakchanda siz 1 minut saqlang. Endi 1 minut saqlangan degan gapni sanlar biz Uyg'urchada deymiz-ku, shu jindek saqlab turing. Voy bir jindek tutib turing, abi hapamay deb qo'yamiz-ku. Shu wait a minute. Nima? Wait a minute. Jindek tutib turing. Wait for you. Okay. I am waiting for you. Men sizni saqlayapman. Hey, I'm waiting for you. Waiting for you. Okay. And the wait for a bus. Okay. Avtobus saqlamak. Masalan, men avtobus saqlayapman. Buni neyimiz? I am waiting for a bus. Okay. I am waiting for a bus. I am waiting for a bus. Okay, men bir nim saqlayapman? Avtobus saqlayapman. I am waiting for a bus. Men bir avtobus saqlayapman. Yaxshi. And the wait somebody to do something. Okay, and the wait somebody to do something. Deganimiz nima? Desanglar, okay, birsiniki anda bir ish qilishini qanday qilib saqlash yoki kutish degan gap. Masalan, they want him to come back. Okay. And we are want somebody to do something deganimiz nima desanglar, want manda ma'lum bir kishining ma'lum bir ish qilib berishini xohlash yoki ma'lum bir ish qilib bergan deyish. Shunami? Manda qilsin deb o'ylash. Masalan, they want him to come back. Ular uni qaytib kelsin deydi. Yoki qaytib kelishini xohlaydi ekan, shunda o'ylaydi ekan, shunda bo'lsin deb umid qiladi ekan. They want him to come back. Okay, now he's waiting her friend. Okay, she's waiting her friend. Look, she is waiting her friend. Okay. Okay, and please wait dinner for mother. Okay, name is wait dinner for mother. Okay, stomaka apanızın saklang. Şunama. Keyingisine jump. Hoş. And the jump deganimiz nima arkadaşlar? Sakramak. Şunama sakramak. Ular nima qilibdi? Sakrayotibdi. Şunama. They are jumping. You jump, I jump. Okay. Nima deganga bola you jump, I jump. You jump, I jump. Siz sakraysiz, men sakrayman. Bu nayt dangliq bo'lgan bir kinoning Titanic'ningki nayt bir xil adamni bir xil nima qildigan bir xil ta'sirlantirilgan bir jumla so'zi shunami? You jump, I jump. Rose sakrayman deb aytganda Jack nima debdi? Nima deydi? You jump, I jump. Agar siz sakrasangiz, men sakrayman. Siz sakrasangiz, men sakrayman. You jump, I jump. Titanic. Ular nima qildi? They are jumping now. Okay. And Jack is good at jumping. And they are good at. Is good at. Yoki are good at. Degan nima desanglar? Yaxshi. Yoki shuningdan mahir degan gap. Jake nimaga mahir ekan? Sakrashga mahir ekan. U sakrashga mahir. Okay, don't jump off the wall. Don't qilmang, atmang. Jump off. Sakrab tushmak. Nimadan? The wall. Tomdan sakraman. Bo'lmasa putongiz sunudi. Shunami? Xo'sh, endi exercise qaranglar. Endi bu exercise qanday desanglar, shu fe'llarning keyiniga ing qatib to'ldirib beramiz. Endi bu ing qatishning qoidasini oldin qatim bir so'zlagan. Shundaqda meni bir eskartuvdilar. Bu ko'pincha fe'llarning oxiri i bilan oxirlashgan bo'lsa, yana shu i'ni talaffuz qilmasak,
endi bir haqiqiy ma'nodagi talaffuz bo'lmasa, ana qilamiz desanglar, ini elevit boyunca qatimiz. Masalan, take. Hargiz takey demaymiz, nima? Take ni oxirgi nima? Editimiz. Yo'q, o'chiramiz. Masalan, see. Masalan, see you. See ninki in talaffuz qilamiz. See, masalan, seeing. Uni oyoq ayinjini qana qilamiz? Qatavergan gap. Masalan, he's taking his book. Okay, he's taking his book. Take deganimiz elib olish. O'zi bilan birga qana elib yurish yoki bir yerga oppamoq, elib olmoq degan. He's taking his book. U kitobini qana qildi? Elib oldi. Masalan, shuning o'xshash fe'llarning oxiri i bilan oxirlashtirgan. Demak, shu i qana qilmaydigan, talaffuz qilinmaydigan. Shu so'zlardan masalan, type, bunda xat basmoq, make yasamoq, come kelmak, shine chaqnamoq, give bermek. Masalan, birinchisi nima ekan bola? Type. Qaranglar, she is a letter. Yani neymiş mishaga? She is typing a letter. Hamda type ni keniga ineli yutib qanaqimiz, ayinja qatimiz. O bir xat besivatidu. Bir parcha xatni qanaqa qiladi? Besivatidu. She is typing a letter. And the make boshqa. Qaranglar, she is the bed. Shunami? O karvatni qanaqa qildi? Yig'ishtirib o'tiradi. Endi make the bed deganimiz karvat yig'ishtirmoq. Endi u yig'ishtirib o'tiradi. Hozir shu ish bo'layotidi. Shunga nima? She is making the bed. She is making the bed. And the kings to come. And the come degan kelmak. Masalan, he is come demdi. He is coming. O kelyapti. Shine. Masalan, the sun is quyosh chaqnayapti. Shining. Okay, yaxshi. And the kings nima? He is me his books. O kitobini men qanaqa qilib beryapti. He is giving me his books. O menga kitoblarni qanaqa qilib beryapti. Demak, endi shu ustidan astaga shunda qaraydigan bo'lsak, oxiri shu talaffuz qilinmaydigan bo'lsa, shuni elib o'tib, qanaqa qilamiz? Ayinja qatimiz. Type, typing, make, making, come, coming, shine, shining, give, giving. And that write questions and answers. Qaranglar, ham savol yozing, ham javob yozing deydi. Buningda the children looking at the boats on the river. Ma ulga qaranglar. Hamda bolalar nima ish qilyapti desak, hamda bolalar degan ko'plik emasmi? Ko'plik shuni arnishildimi. Shunga what are the children doing? Desa ular hamda shu daryodagi qo'lvoqlarga qarayapti. Shunami? They are looking at the boats on the river. They are looking at the boats on the river. Demak, hamda bir savol so'raysiz, uni degan qanday qilsiz? Javob berasiz. Shunga mushu what are yoki what is somebody doing? O nima ish qilyapti? Shu intan muhim. Qaranglar, women degan ayollar. Agar woman bo'lsa, aning o'rnida e emas, a bo'lsa woman, ayol bo'ladi. Bir ayol. And the women bo'lsa ayollar washing dishes. Taqsimlanishyapti. Andaqda o ayollar nima ish qilyapti? Buning nima? What is emasmi? What are the women doing? Ayollar nima ish qilyapti? Desa, they are washing the dishes. Okay, they are washing dishes. Ular taqsimlanishyapti. Ular taqsimlanishyapti. Nima ish qilyapti? Taqsimlanishyapti. Xo'sh, and the king said, and the men cooking a meal. A men deganimiz erlar cooking the meal. Bir vaqt tamoq yetyapti. And actually nima ish qilyapti? What are the men doing? They are cooking a meal. Nima? Ular bir vaqt tamoq yetyapti. And the birds flying over the river. Qushlar nima ish qilyapti desa flying over the river. Daryoning ustidan uzib o'tyapti, uchib o'tyapti. Demaklar flying, uchib o'tyapti. Shunami? Demak, what are the birds doing? Qushlar nima ish qilyapti? They are flying over the river. Ular daryoning ustidan uzib o'tyapti. Bo'ldimi? Andaqda billah. Sizlar shu mashqni to'liq ishlayapmiz.
Məşq dəftərlərini işləb. Bəkşə işləyəcəyik. Aldığım qıtımlıq sanımda azraq şu qanday öyrəniş toğrusu toxtaldıq. Onun ekin məşqini bolsa, nəhayət yaxşı təkrar qılırıq. Və tekstni yadlamaslıqqa no excuse. Bahanemiz yox, bahane tepişqi olmaydı. Çoxum yadlayımız, bəkşə yadlayımız. Sizlərə desəm, bir kitab yadlığanlıq, 10 kitab öyrəngəndən əla. Çönəlmə, bir kitab yadlığanlıq, 10 kitab öyrəngəndən əla. Anlığansızlar? Boldu. Bugünkü dərsimiz müşahici olsun. Thank you for watching. See ya.